Assalomu alaykum. Men ismim Hamidov Kamoljon. Sayramdan bo'laman. Juda uzoq emas. Bizning kasbimiz temirchilik sohasi. Darvoza eshiklar ishlab chiqaramiz. 6 yil, 7 yil bo'ldi omon shu sferada yurganimga. Ustozning oldiga kelishimdan oldin toza bardak edi. Endi men o'zim ishga chiqmasam, bo'lish kuni ish to'xtardi. Birinchi, ikkinchi darsga kelganda ham bekka kela qoldi. Hammaga davalish deb kelardi. Shu telefonni judalamasi uchun shunday kelganman boshqa. Polni sexni tizimga qo'yib oldim. Ishchilarim 5 ta edi. 5 tasini o'zim boshqarishga o'zga qiynalardim. Hozirda xolasi 12 ta. O'zgarish bo'ldi. O'qishda o'qib yurgan paytimda birinchi dars bilan 8-darsning orasida 2x bo'ldi. Ustozlar o'zi ham ko'rdi. O'qishni bitirdim, 5-ko'rishni. Undan keyin orada bir oy shu bilimlarim bilan ishladim. O'sha yana menga bilim olish kerak bo'ldi. 7-ko'rishda qaytadan o'qidim. O'qiyapman hali. 2-dars bo'lyapti. Yana повторно o'qiyapman. Hozir boshidan bilan oxiridan 3-4x ga o'sgan. Bitta qarshi